ba'zi onalarni eshitganmiz, hattoki sefazolin ukolin bor-ku, o'shani burunga tomizishini eshitganmiz. Bir yoshli chaqaloqqa. Shu to'g'rimi? Yo'q, sefazolin ukolini burunga tomizish to'g'ri emas. Bu sefazolin antibiotik hisoblanadi. Ya'ni qachon bolada bakterial protsess boshlanganda qilinadi. Bu venadan yoki yonboshdan qilinadi. Endi maxsus eritmalar orqali. Burunga tomizish to'g'ri emas. Bu chunki antibiotik unga sezgirligi bo'lishi mumkin, bolani uni bilib bo'lmaydi oldindan hech kim. O'shaning uchun burunga unaqa antibiotiklar tomizish shart emas. O'zi burunning o'zi tomchilari bor, har xil spreylari bor. Xuddi o'shalardan foydalanish kerak. Chunki ular har xil yuzaga, sirtga qo'llanish uchun chiqarilgan. Masalan, oddiy protorgollarni misol keltirishimiz mumkin. Anestetik vosita, ya'ni tozalash, antiseptik vositasida burun bolalarga ishlatishimiz mumkin. Yoshiga qarab turib, albatta foizini hisoblab, shunga qarab turib tomiziladi. Yoki har xil spreylardan foydalanishimiz mumkin. Tozalash maqsadida. Agar burunda aytganingizdek o'sha ranglar o'zgarib, slizlarni quloq og'riqlar berib, quloq oqishlari kuzatilsa, unda albatta antibakterial terapiya qilish kerak bolalarda.